Mashina zo'r, qarang. Kecha xuddi shunaqa Svetini ham oldim. 2020sini ko'rgan bo'lsangiz. 108 millionga. Ko'rdingizmi? Hali ham turibdi o'sha. Ko'rdim, mashina ham ko'rib keldim. 108 million. Endi mashina ko'rib keldim. Kraskasi bor. Xo'p. Tomona mana bu joyga sepilgan, mana bu joyga. Mana shunday, mana shunday. Bir qarich shunday to'liq sepilgan. Chunkiga kim kapot ko'tarilib ketgan. Bunimi? Yo'q, uni. Ha. Kapot ko'tarilib ketgan, o'sha uchun mashina sepgan, kapotga sepgan. Krillosida ham dedingizmi kecha? Krilo. Kapot, kirisha, orqa krilo. Ikkita krilo eshitdimda. Yo'q, orqa krilo, kapot, kirisha mana shunday joyga sepilgan. Kapot ochilib ketgan uchun sepgan. Urilmagan, kapot ochilib ketgan. Krillosiga yo'lni olgan? Yo'q. Orqa kriloda. Orqa krilosi bor. Bunga baravar 100 million beraman bersangiz aka. Tekis qilib. Undan aqlim yetmaydi. To'g'risi, radnoy bo'lsa o'shanga bitta yuvib artib qarayman. Ancha qimmatga tushganmi mashinalarsiz vaqtiga endi. Bitta ko'ring aytaymi? Xafa bo'lmang. Men hali 18 100 so'rab ko'rmaganman. 2-3 oydan beri 100 millionga hali men 2018 Gentra so'rab ko'rmaganman. Mashina ideal lekin. To'g'ri kelsa 100 millionga bersangiz, maqtaganingizdek bo'lsa, faqat bitta olib chiqib qarayman kraskasiga. Yo'q, aylantirish shart emas. Tez yuritgan mashinani o'zim yoqtirmayman. Men mashinamni har zamonga bir akam olib haydab keladi-da. Nazarga tushib keladi. Bilmayman, shu xoliq qatgan joyga ham xoliqmay boraman. Yo film keng, yo tezlikdan qo'rqaman kim biladi. Ya kelishing aka. Bo'lsa 100 millionga olib qolaman aka, undan aqlim yetmaydi. Ko'rib kelayotgan bo'lsangiz, aka, mana shuni qarang. Qashqadaryo Chiroqchidan kelganim yo'q, Samarqanddan chiqib kelyapman. Tushundim aka. O'sha uchun aytayman, eshiting. 18 polni navrofida haynaqa savdo qilganman, Instagramga qo'yilgan. Keyin tanga otganman. Hamma birga baraka berib qoldi. Bilasizmi? Keyin tanga otdim, Instagramda ko'rgan bo'lsangiz. Yutuqli tomonni olib ketdi. 2018 avtomat Gentra Oqsvet polni navrot. Malibu bar, rul, subwoofer, oscillator, chexol, polik ideal qo'yilgan, sirenalar qo'yilgan, Magicar eng qimmati 4-paketli metani borini 85 millionga olib qo'ydim. Bitta ruli bilan Malibu bar yo'q ekan. Yo'q, qarang. Narxichi aka, narxi 85 millionga olib qo'yganman. 86 millionga sotdim, to'g'ri, lekin talashib ketdi. Aka sal yo'lda qildim, lekin boshqacha niyatda kelibdi. Yo 100 so'rayman aka. Qarang, do'stim. Avalam meni deb kelibsiz, rahmat, lekin men 100 dan baland ola olmayman. Samarqandda ham to'g'ri odamlar bor. Ha, to'g'ri. Savdo qilasizmi oldim aka. Shu yoqqa kelyapman. O'sha ko'rgan bo'lsangiz, men aytmaganman-ku, hammadan baland men sotib olaman demaganman. Men hammadan arzon sotaman. Men arzon sotishimda ham biron marta maqtanmaganman. Aka, to'g'ri tushuning. Bu yerga eng arzon olayotgan joy, arzon sotayotgan joy. Shuning uchun odamlar kelib turadi. Men hammadan baland olib sotadigan bo'lsam, nima foyda xalqqa? Mendan nima foyda ko'rasiz? Yaxshi endi. Aka, bir qarang, sostanasiga qarab 100 million so'rayapman. 2018 Gentra. Juda pataloq so'rayapman. Aka, 23 ta 12 ming yurganini 139 millionga berib yubordim. Videosini ko'rgan bo'lsangiz. Hozir 100 million so'rayapman. Aka, 18 bu. Men undan ag'a do'stim, meni aqlim yetmaydi. Mayli, Samarqanddan kelgan ekansiz. Oxiri nechta pul qilib berasiz? Aytingchi. Instagramga nomeringizni qo'yib beraman aka. Seni bilmasam sizga gap. Ayting qani, shuncha bo'lsa beraman deb ayting. Shuncha bo'lsa beraman deb ayting qani. 110 million. 110 million deyapsizmi oxiri? Telefon nomeringiz nechchi aka? 88. 88lik 898 898 1222. 6222. Qarang, hozir bu yerga 50 kishi, 100 kishi. Instagramdan 50 ming, 100 ming kishi ko'radi. Butun O'zbekiston ko'radi. Telefon qilgan faqat xushmuomala bo'ling. Mashina sotiladi aka, sotilmaydi emas. Endi menga to'g'ri kelgan narx so'radim. Bizdan xafachilik bo'lmasin, do'stlar. Rahmat sizga. O'shancha hurmat qilib kelganingiz uchun ham nomeringiz bilan qo'yib beraman aka.